ulug' men bu asarda o'sha erkin vohid bino qilgandan keyin aytilgan birinchi odamman o'zi. Lekin buni buzgan odamlar yaxshi bo'lmadi, holati yaxshi bo'lmadi. Buzib ko'rganlar bo'ldi, ularga yomon ziyon bo'ldi. Shuning uchun bu ashulani xato ham aytish mumkin emas, buzish ham mumkin emas, harom xarish ham aytib bo'lmaydi. Shunaqa ashulalar. O'zi hamma ashulani ham pokiza bo'lib aytish shart odamlar. Tengdosh Pomiru Oqsochtiyon shon o'zbegim söylesin Afrasiyab söylesin ürhün hatip köhne tarih şadasıydı bittem mercan özbegi. Bilasizmi? Sudda yutsam hech narsa o'zgarmaydi, lekin men uchun juda ham katta narsa o'zgaradi. Ya'ni men 43 yil indamay yurganim va andisha qilganim va otam Al-Biruni al-Harazmi Al-Farag avlodidan Aslin belki uzluk belki Tarhan Uzbegim Haysaru Rum neyzesiydin Bağırda dağ zırada Çingizu Batu tediga Köksi qalqon Özbegi. Tüzdüyor Mirza Ulug'bek Körağan Cedvelin Sırlı asma Takya ilk Koydiler var Özbegim. Ali Şeyh neresiye aksada bir meros talashyaptimi deb men meros talashayotgan joyim yo'q. Gulnora Jo'rayevaga merosimdan kechganim yo'q, boshqa bolalarga o'xshab. Men Botir Qodirovman. Meni otam Sherali Jo'rayev emas. Sherali Jo'rayev meni otam. Bu savolni bermasam bo'lmaydi. DNK test nima ko'rsatdi? DNK test bo'lgani yo'q, ammo DNK testlari tayinlandi, lekin bo'lgani yo'q. Birinchi topshirganimiz 94% bo'lgan. O'sha amaki jiyanligimiz yaqinlikligi
Ikkinchi topshirganda biz qondan topshirganmiz. Bu qonni ham olib ular apparatga soladi. U million dollar turadigan Germaniyadan olib kelingan apparatlarni tekshiradi. Dadang yopgan bu masalani dedim. Ya'ni men dadam demadim, chunki bundan oldin kelishib olgan narsalarimiz bor. Sen bir og'iz dadamdan so'ragin. Dadang yopgan bu masalani dedim. Ya'ni men dadam demadim, sen bir og'iz dadamdan so'ragin. Men dadam demadim, dadamdan so'ragin. Men dadam demadim, dadamdan so'ragin. sabır sen fıganing alem üzerine saldı o şah meşrep kanısında urdi tuğyan özbegi yığladı fırkatta fırkat hem muqimlikda muqim nalışindin Hindu Afgan çekdi nala O'zbegi Men Botir Qodirovman. Meni otam Sherali Jo'rayev emas. O'z vaqtida men tan olmaganman. Qachondir. Munosabatimiz juda ham ota bolaligimiz juda ham yuksak darajada bo'lgan. Kerak bo'lsa otasidan yaxshiroq joyga qo'yib, yaxshiroq holatga qo'yib. Otam sha'niga yomon gap bo'lishini xohlamayman. Sizni tashladingizmi? Sizni tashlashadi. Men otamni bolaligimdan yaxshi ko'rganman, bundan keyin ham yaxshi ko'raman. Farzandni tan olmaslik bu nomardning ishi. Qiyomatga qoldirdi. Gen ekspertiza qilishga ham tayyor. Munofiqni belgisi 3 tadir. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa xilof qiladi, omonat qo'yilsa xiyonat. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning tug'ilgan kunlari va 2 yildirki bir yolg'onchi munofiq Botir Qodirov nomi ostida u inson haqida u kishining o'limlaridan keyin har xil tuhmat va yolg'on gaplarni tarqatdi. Va bugun aynan mana shu ko'rsatuv oxirigacha ko'rsalaringizlar, bu soxta sudlarning ustida kim turgan, barcha nom, familiyalar, prezidentga qanday aloqasi bor, hammasini ochiq-oydin gapirish payti keldi. Maqsad davlat ham, prezident ham o'zini yaqin atrofiga to'g'ri nazar solib, shu video sabab barcha haqiqatlarni to'g'ri anglab, toki tarixga, aynan tarixga to'g'ri nom qoldirish uchun gapiryapman. Negaki bashariyat, insoniyat tarixida hali hech qaysi bir jamiyatda o'lik inson sud qilinmaganda va aynan shu soxta sudlar bo'yicha bu ko'rsatuvni ko'rib tegishli xulosalarni qilasizlar. Ko'pchilik hozirgi kunda aynan o'sha fikri o'zgargan va Botir o'z xatti-harakatlari bilan barchasini o'zi isbotlab berdiki, bu men boshidan butun O'zbekistonni bu oyoqqa ko'targanda yagona bitta men chiqib olib turib, bu Botir Sherali Jo'rayevning o'g'li emas deganman va alhamdulillahi robbil alamin. Va bunga ko'p odamlarning o'zi guvoh bo'lib kelyapti. Misol mana shu oxirgi mana shunaqa xatti-harakatlari jinni Kararali va Jana va shu kabilardagi har xil qiliqlar qilganligi sabab ko'pchilik shuni ko'rib to'g'ri xulosa qildi. Shohijahon tarafdan bo'lgan mana shu internet sahifasiga qo'ygan sentyabrning 15-sanasi atrofida qo'ygan "Sen kimdan va kimdan dunyoga kelganliging va kimning farzand ekanligini bilmaydigan, o'zingdan ham shubhalanadigan" degan ma'nodagi gaplarni gapirgani uchun bu narsa mani onamning shaxsiyatiga tekkani uchun men onam uchun bu yo'lga kirishdim. Menga kerak emas aslida bu qo'shiqlar. Menga kerak emas aslida. Gap bu yerda qo'shiq haqida ketmayapti. Siz tushuning bu narsani. Mani onam haqida gap ketyapti. Onamning sha'ni, qadr-qimmati haqida gap ketyapti. Halim Jo'rayev sud jarayonlari paytida Botir Qodirov akam Sherali Jo'rayev emas, meni o'g'lim degan ko'rsatma bergan ekan. Sudda betiga qarab aytgan. "Ha, sen meni o'g'limsan, men seni onang bilan yotganman" degan. Ya endi biz bilan yurganda, shartmi unga borib ta'zim qilib, kechirasiz bizni. Sizni onangizni falontaqa qilib qo'yibmiz. Botir Qodirov Onangni men onasidan so'rasin. Men bilaman, haqiqatni o'zim bilaman. Yaxshi pul olgan, yaxshi ichgan. Siz ko'rganmisiz ichgan? O'zimiz bilan birga ichgan. Kerakmi sizga shu? Yana nimani aytib berasiz? Nima edi? Ammani qurti bo'lgan xotin. Hali bitta chaqqa to'ymagan xotin bo'lgan, haromi. Sana Botir,
keltirib qani xalq qani onasham bo'lganligi aniqda. Ular opa-uka ikkovsi bitta odamni qabul qilavergan. Sen hali onangni dedim, amiga dedim, timiz har xil odam sperma tashlagandan dedim. Sen kimni bolasliging aniq emasda dedim. Haligi har xil spermadan bo'lganliging uchun sen shunaqa qo'rqolmasan deb aytdim-da men unga. Bu haqiqatda bu. qani ayt qani onasham nimaga sen borib Halim Jo'rayevdan so'rab ololmaysan? Nimaga sen Halim Jo'rayevdan oldingda-ku, uzoqda emas-ku. Onangni men Borib so'rab ololmaysan. Nimaga seni duxing yetmaydi? Nimagacha sen Andijonga boshingni ko'tarib kerilib yurolmaysan, Botir? Mana shu savollarga javob ber. Shohjon Jo'rayev meni onamni so'kdi deb yolg'on ma'lumotlar tarqatib, hozirgi kungacha biz Shohjon Jo'rayevga nisbatan hech qaysi bir ayblov o'z isbotini topmaganligini, aksincha bunday olib qarasak, Shohjon Jo'rayevga nisbatan juda ko'p tuhmat, dashnom, bo'xtonlar bo'ldi. Xuddi shunday Shel Jo'rayevning oilalariga ham nisbatan. Tabiiyki sizlar videoni boshida ko'rdingizlar, yo mana bu suratlarni ko'rsalaringizlar, Botir Qodirov hozirgi kunda faqat fonogramma yoki filtrlar yordamida aynan o'zini yuzini o'zgartirib yoki fonogramma orqali tirikchilik qildi. Vaholanki Jo'rayevlar hech qachon fonogramma yordamida ish qilmagan. Shohjon Jo'rayev aynan o'zini halol mehnati bilan, sabr toqati bilan sekin-sekin o'zini asl Shel Jo'rayevning to'ng'ich o'g'liligini isbotlab berdi. Bekinib, yashinib, Ko'kcha masjidiga janoza kuni kepkalar, achkilar kiyib olib, oxirgi saflarda ko'chada o'qidim janozani. Da otasini yig'lagan bo'lsa, mana ham ertalab yig'lab chiqdim bora olmasdan. Yig'lab chiqdim bora olmasdan. Qo'yishmadi u bu deb shu qabiliyatdagi juda ko'p yolg'on gaplarni gapirdi. Vaholanki mana shu video parchada lavhada ko'rgan bo'lsalaringiz, bu yerda polni o'sha oylar, Botir polni janoza kunlari ham to'yma-to'y yurganlari, ertasi indinlari ham Halima bilan Munisaning to'yiga, boshqa joyga bordi. Va Botir Bezbetga ishonganlarga prosta savol beraman-da. Mana Botir Qodirov qabrni oldida do'ppisiz do'y fotoga kelgan. Kamera isdan chiqmagan, va lekin prosta endi na sekundu представить qilinglar. Biz 43 yil sizni agar dadangizdan ayrilgan bo'lishgan bo'lsa, Botirning gapiga qaraganda, yana janozaga qo'ymagan bo'lsa, mana shunaqa siz bemalol to'ylarda yura olasizmi? Yo'q-a, siz kerak bo'lsa o'sha qabrning ustiga yotib olasiz. Negaki sizni qo'yishmadi, siz harakat qildingiz borishga, lekin sizni qo'yishmadi. Shuning uchun siz kelib qabrning ustida yig'lab bo'lsa ham, kerak bo'lsa qabrning ichiga kirib ketishga harakat qilasiz. Vaholanki buni biz bittasini ham ko'rmadik, va lekin baraks to'yma-to'y yurganligini barisini ko'rdik. Botir o'zi aytgandek, agar achki bilan borganda, Botirni achki bilan kim qancha odamlar baribir tanib qolar edi. Botir janozaga bormagan. Aqlni ishlatish vojib amal. Ya'niki Alloh bizga mana shu vojib farzdan keyin turadi. Aqlni ishlatish doimo kerak. Buni janozaga kelmasin ham demagan. Bu
botini faqat yolg'onlari edi. Tan o'lib qoldi, yuragi ko'tarmay. Tan o'lib qoldi, yuragi ko'tarmay. Shamollash уже qonga urib yuborgan. Buni nima deyshadi doktorlar tilida? Sepsis deydimi? Zulxumorda meni botirimni o'ldirib, qopga solib, Farg'ona kanalga o'tkazib yuboraman, sizlarni yo'q qilib yuboraman deb shantaj qilib telefon qilish. Yo'q, sening birinchidan o'lishini hech bilgan yo'q. Qo'qqisdan o'lib qoldi, yuragi ko'tarmay. Yuragi asabi chidolmadi, yuragi qattiq shamollagan bo'lgan o'sha. O'chkalarda shamollash bo'lgan, shamollash, yallig'lanish bo'lgan, tosh tiqilib qolgan. Ikkita opang bo'lsa-yu, bitta zabardast o'g'ling, bitta o'g'lingni yana bir nechta xotini bo'lsa-yu, sen esa yolg'izlikda o'lsang, naqadar achinarli holat. Shunday xolalari yurakdan o'luvdi deydi, lekin Botirning o'zini gapi onasi aynan sepsis kasaldan o'lgan. Va o'sha yillardan to 20 yoshimgacha otam bilan biz har yili otam Andijonga kelib ketib yurgan paytda otam bilan ko'rishardik, otam menga moddiy yordam berardi. Biz munosabatimiz juda ham, ota bolaligimiz juda ham yuksak darajada bo'lgan. Turmush o'rtog'i biz dada derdik, menga pochcha bo'lardi o'zi aslida, lekin men dada derdim. U aytayotgan bolani otasi ko'p u birodarlar. Sizni sog'onyapman, hattoki sizni sog'onyapman, ko'rgim keladi. Men qachon Andijonga kelsam, sen kelavergin. Xolam Aziza xojonamni turmush o'rtog'i biz dada derdik, menga pochcha bo'lardi o'zi aslida, lekin men dada derdim. Otam mendan so'ragan joylari bor, menga etib ketgan o'sha yosh paytimda. Yana bir haromi bolani yetalab yurar ekan, Sheralining o'g'li deb pul qilar ekan, yetalab bobo. Mana haromi deganda ham indamaganman. Shunga ish qilasiz u haromilar. O'z vaqtida men tan olinmaganman. Hech qachon otamni tinchligini buzmaslikka harakat qilib, yigit sifatida, erkak sifatida, ya'ni otamni so'zlarini yiqmaslikka harakat qilib keldim shu paytgacha. Erkak kishi farzand ko'rdimi, u uni farzandi. Munosabatim men otamni muhokama qilish menga emas, uni tan olish kerak. Farzandni tan olmaslik bu nomardning ishi bu. Birinchidan farzand sifatida men muhokama qilmaslikka harakat qilganman. Bir 5-10 ta odamni oldiga olib borib, "Sani o'g'ling" deb pul olgan ular onalari. Meni onamning shaxsiyatiga tekkani uchun, men onam uchun bu yo'lga kirishdim. Onamning shaxsiyati, qadr-qimmati toptalgani uchun. Onangni men sikkanman. To'g'ri gap bo'lgani uchun men to'g'risini aytsam, chidab tura olmadim, erkak sifatida ham, yigit sifatida ham, farzand sifatida. Onangni men sikkanman. Nikoh qilgandan so'ng men dunyoga kelganman. Nikohli farzandman men, ya'ni benikoh farzand emasman. Botir Qodirov hech qanday nikohli farzand emas. Buni kerak bo'lsa men nikohga guvohman degan Tohirni bu gaplarni ham eshitinglar. Endi men uni 1 yil 2 yilda yoshga to'ldim. Men kichkina qizlik uchun meni ko'zimga voyaga yetmagan bu. Xo'p, bu nimani o'zgartiradi? Agar voyaga yetdi deylik, o'shinda nima o'zgarardi? Qodirov va Zulxumorda dilbarligini bugun ko'rdim ana xatidan. Va insonlar bu dilbar ekan pasportda. Bu yog'iga kelsanglar, Sherali Jo'rayev oti pasportida birinchi biz pasport olganda oti Shermat edi. Sherali emas edi. Sherali Jo'rayev oti pasportida birinchi biz olganda oti Shermat edi. Sherali emas. Tohir nima deyapti? Buni dilbarligini endi bildim deyapti. Zulxumor bu har bitta o'yinchiga ikkitadan nom bo'lganligidek nikohda aynan otasi qo'yilgan ismini aytiladi. Undan tashqari
mana shu xuddi videoda ko'rganlaringizdek nikohning shartlaridan biri vali. Otasi, tog'asi, akasi, amakisi kimdir qiz bola uchun rozilik berishi shart va zarur. O'sha shartlarni hech qaysi biri aytmadi. Tohir aytdiki, biz 4 ta erkakning ichida o'zimiz nikoh o'qiganmiz dedi. Bunaqa nikohlar hech qanday nikoh hisoblanmaydi. Bu shariat bo'yicha ham shunday. Ishonmasalaringizlar, O'zbekiston diniy idorasiga borib shu savolni beringlar. Qancha bugun asosiy xizmatda asakaliklar ekanmiz. Men ham, Botirjon ham, Avazbog'im ham hammamiz asakalik ekanmiz. Mikrofon. Mana shuni ko'rganlaringizdek, muftiy hazratlarning boshchiligida muftiy hazratlari ham aql farosatini ishlatmasdan Botir Qodirovni asakalik deyapti va holanki Botir Qodirov Dushanbeda tug'ilgan. Bundan 43 yil oldin Tojikistonning Dushanbe shahrida tug'ilganman. Andijonda katta bo'lgan. Asakalik deb agar Sherali Jo'rayevga nisbat bergan bo'lsangiz dedim. O'sha paytlar ham bu video kanalda turibdi. Barcha videolar kanalda, Instagramlarda hammasi turibdi. Million prosmotrlar bilan hammasi turibdi va aynan muftiy boshchiligidagi barcha o'sha yerda o'tirgan va Botir Qodirovni Sherali Jo'rayev uchta buyuk hech qaysi bir O'zbekiston territoriyasidagi hozirgi kundagi yoki mana shu yaqin tariximizdagi musulmonga nasib etmagan Al-Aqso, Al-Haram, Masjid-i Nabaviyga namoz o'qishni hech qaysi biriga ravo ko'rmagan, yagona Sherali Jo'rayevga ravo ko'rgan Allohga bu harom luqmaga berilganlarmi yoki aynan paxtakorligidanmi Alloh bularni mana shunaqa xorlab qo'ydi va bular aynan o'likni Alloh nomiga qasam bu farzandim emas degan insonga biriktirganligi uchun men o'sha paytda ham aytganman, hozir ham qo'rqmasdan aytamanki, Allohning la'nati bo'lsin deganman bularga va bu fikrimdan men hech qachon qaytmayman. Sura-i va shamsi val qamar g'azalini o'qib bergan, aytib bergan marhum ustoz Sherali Hoji Jo'rayevni farzandlari Botirjon Qodirovni bir huzurimizga shu yerga taklif qilsin. Obro'siga meni soyam tushmasin, shunga meni yukim tushmasin deb ana o'shanday paytlarda dardingni aytay desang bir ishonchli odam topolmasdan oxiri sevgili vafodor xonimingga gapirib qolasan. Ana o'shanda aytiladigan gap bu. Nozalinlar bazmida aytilar mastona so'z. Nozalinlar endi bizda rafiqalarimiz ayollar. Kelsak keling dadasi, charchab keldingizmi, ketsa ketdi, yaxshi boring dadasi deydi. Ana shu nozalinlar bazmida aytilar mastona so'z. Termilib, mo'ltillab turishadi-da. Termilib joningni olg'ay, surmali mastona ko'z. Shu payt nima deyish kerak? Sen haromdan bo'lgan deyish kerak. Ey haromdan bo'lgan, nozaninlar bazmida aytilar mastona so'z. Bu yerda Sherali Jo'rayev shuni demoqchilarki, u kishi ba'zilarda ya'ni to'y, tug'ilgan kun, har xil ma'rakalarda bo'lsalar, o'sha yerda har xil nozaninlar o'ynaydi, ko'z suzadi va boshqa va bu barcha erkaklar bilan bo'ladigan narsa. Shunda o'sha nozaninlar mastona, ya'ni mast qiluvchi gaplar, u yerda sharob bo'ladi, boshqa bo'ladi. Termulib joningni olib shahvatingni qo'zg'atadi degan. Sen ahmoq bo'lsa, bu nozaninlar bizni ayollarimizga deyapsan. Sen ahmoqsan. Shuning uchun qo'shiqni o'zing ham eshitsang, kelgilay jonimki sendan tinglang do'stona so'zda o'sha talaffuz ham o'zgargan. Ya'niki men har xil yengil-yengil ko'chadagi ayollardan charchayman. Sendan o'sha do'stlik, mehr vafoni kutaman. Do'st bo'lsang yonimda tur deb bu barcha erkaklarning hayotida bo'ladigan holat. Shunda ayollarni erkalatib, u ko'chadagi ayollar hatto seni xoki poyingga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun seni xoki poyingga kerak bo'lsa yuzlaringni surtishga tayyor, naqadar poksan deb bu yerda ayollarni vasf etib, shuning uchun do'st bo'lib meni yonimda tur deyaptilar. Sen luqmasi harom domlalar, agar ozgina farosating bo'lganda bu valadi zinoni Sherali Jo'rayevdek pok insonga, uchta buyuk masjidlarga namoz o'qib ahli tariqatni vasf qilgan Navoiy, Bobur, Rumiylarni vasf etgan insonga bu pastkash valadi zinoni yoqishtirib qo'ymasdilaring. Bu senlarni Allohni tanimasliging va Alloh senlarni xorlaganidan dalolat. Toshkent ob-havosi iflosligi bo'yicha dunyoga birinchi o'ringa chiqqan emas. Inshootlar qura turib ular qulayotganligi, yolg'on, fisq va fasod ko'pligi yoki dunyo bo'yicha internet platformasida O'zbekiston negativ bo'yicha birinchi o'ringa chiqqanligini hatto butun dunyo internet tarmog'ida aynan
O'zbekiston negativ bo'yicha birinchi o'ringa chiqqanligini isbotlarigacha ko'rdik, eshitdik. Mana shunaqa Allohning Qur'onini yerga tatbiq qilishi kerak bo'lgan muftiy boshchiligida ko'p sonli har xil domlalarimiz Alloh bergan aql, idrok, fahm, farosatni ishlatmasdan bemalol kerak bo'lsa, даже eshitib ko'rsa, mana shunaqa Navoiy yo boshqalarni yo kerak bo'lsa birinchi muhabbatimda ham rahamda otganda ruhumda bir mayuslik sokinlik uyg'otganda ma'yuslikni o'rniga ma'yuslik deb aytgan va juda ko'p qo'shiqlarni matnini buzganligini biz guvohi bo'lganmiz. Mana shu domlalarni mana shunaqa domlalarga men Tohir Qo'shtirnoqchidagi guvoh, keyin aynan o'zi jinsiy aloqasi bo'lganligi va bu haqida kerak bo'lsa kanalimda hammasi million prosmotrlar olgan, lekin bular hammasi jimligini ko'ringlar, tafakkur qilinglar. Hamma odamlar haqidagi ma'lumotlarni yig'ib tayyor qilib qo'yganman. Juda ham katta faktlarim bor, juda ham seriyozniy faktlarim bor qo'limda. Juda ham xunuk narsalar bor ekan. Qayerda bo'lgan, nima bo'lgan, qachon, nima men aytib berishga imkonim bor. Shunday просто start desam bo'ldi. Botir Qodiriyning onasi Andijonda qolib ketdi. Shu paytda falonchi gastrolda ustochi bilan ketibdi. Endi u ham san'atkor ketgan. Ay mayli, kimlardir ishqiboz bo'lgandir. Unga toshot gapirmoqchi bo'lgandir. Ay mayli, kimlardir ishqiboz bo'lgan. Biz bilan yurganda bu. 20 yilcha yurdi to'ylarda. Endi bilmayman, kelib oldimda o'tirardi, suhbatlashardik. Men o'rnim bilan turib kutib oldim, o'tkazdim. Bir ikkita yigitlar nari o'tiribdi, men yo'q-yo'qdan suhbat qildimda, bunday qarasam qorinni do'mpayib qolibdi. Onasini kimligini Andijon polni biladi. Filarmoniyaga Toshkentga chaqirib olishdi. Xumor qolib ketdi dedi. Xumor qolib ketdi dedi. Xumor qolib ketdi dedi. Yaxshi ko'rib qolib, o'zini shu bilan Xumor bilan Botirning onasi bilan juda yaqin bo'lganman. Shuning ham o'ynagin deb turardi, deyman. Tomosha qilib Men olib yurganman, o'ynatib. To'ylarda pul berib qo'ygan. Uni endi men sikkanman. Hurmatli Zulxumor, Botirjonni yetalab meni oldimga ishxonamga kabinetimga kirib kelishgan. Otalikka oling, otalikka oling. Men u narsalarni hozir предоставить qilsam, xalqqa, internetga video murojaat bilan chiqib, aql bilan hammasini zo'r, chotki qilib tayyorlab qo'yganman. Bu material, qo'limdagi material agar chiqadigan bo'lsa, bu juda ham qiyin ish bo'ladi. Juda ham sharmanda ishlar bo'ladi. Juda ham noto'g'ri bir g'alati holatlar bo'ladi. Bunda men faqat yutaman, men hech qanaqa minusga kirmayman bu ishda. Men bu zato men dokazat qilib qo'ydim kimligim. Men bu zato men dokazat qilib qo'ydim kimligim. Shu shiltani turqi menga yoqmayapti-da. Odam desang odamga o'xshamaydi, maymun desang maymunga. Birodarim oshiq o'zi, qadimgi oshiq. Qiynalib ketdi bu. Ko'ryapsanmi shu yerda lom deya olmayapsan. Yo deyapsan. Ikkinchidan 1984-yil Yasinsa Rossiyada qo'qqanligingda Sheljo'rayevning hali tirik bo'lgan sozandalari menga shaxsan aytib berishgan. Buni nafaqat men, hamma biladi. Payg'ambar alayhissalom ikkita narsa dunyoni o'zida qaytmasdan o'lmaydi deganlar. Bittasi zino, kim bilandir zino qilgan bo'lsangiz, Alloh ko'rsatmasin, sizni ham kimingiz bilandir zino qilinadi. Qarz bo'lgan Valijon Shamsiyev Erkin Komilovning qiziga uylanayotgan ekan. 2018-yil biz uchun qayg'uli va alamli yil bo'lib qoldi deb xotirlaydi Layla. Oyim uydan ketayotgandagi holat esimda. Buni nafaqat men, hamma biladi. Gavda boyoqish ezilib ketdi-yo chamanda, ha? Nima deysan? Sen valada zino odam ekansan. Xotiram, menimcha bir 43-44 ga borib qolgan bo'lsa kerak. Ha, shunday borgan bo'lsa, demak men 42 yil, 43 yilga gapiryapman. Nima deyapti? Men turib kutib oldim, o'tkazdim. Bir ikkita yigitlar nari o'tiribdi, men yo'q-yo'qdan suhbat qildimda,
Endi qarasam qorni do'mpayib qolibdi. Zulxumor dedim. Homiladormisan dedim. Yaxshi bilaman nima deyotganimni juda yaxshi bilaman. Zulxumor bilan Botirning onasi bilan juda yaqin bo'lganman. Meni onam kim bilandir yurib yoki kim boshqa erga tegib unaqa qilib yurgan ayol emas. To'g'risini aytsam, Botir Qodirovning onasi Andijonda qolib ketdi. Shu paytda falonchi gastrolda ustodchi bilan ketdi. Endi u ham san'atkor. Ketgan. Mayli, kimlardir ishqiboz bo'lgandir, unga toshot gapirmoqchi bo'lgandir. Mayli, kimlardir ishqiboz bo'lgandir, unga voya bilah. O'zimizniki bo'la turib, o'zimiznikini Dunyo abadiy emas. Ey zolimlar. Jalol Hoji Jo'rayevni farzandlari Botirjon Qodirovni to'ng'ich farzandi Botir Qodirov. Marhum san'atkor Sherali Jo'rayevning to'ng'ich farzandlari Botir Qodirovjon. Dunyo abadiy emas. Ey zolimlar. Qilgan zulmlaring, qilayotgan tuhmatlaring, qilayotgan bo'xtonlaring evaziga qo'lingdan kelsa o'lma. O'lma, mazang qochadi lekin. Qo'llaringizdan kelsa, narigi dunyoga bilet sotib olib, borib Sherali Jo'rayevdan kechirim so'rab kelinglar. Zora Alloh shunda sizlarni kechirar. Davomi bor. Botir Qodirovning barcha yolg'onlari hammasi fosh etilib, aynan sudyani kim qo'rqitgan va buni ustidan kim turgan barcha nom familiyalar ochiq-oydin aytiladi. Kim blogerlarni boshqargan, nega u blogerlar hozirgi kunda videolarni o'chirib tashlashgan, hammasini soatlarda inshaalloh ko'rasizlar. Barchalaringizga Allohdan sabr tilagan holda vatanimizda halol insonlar ko'paysin deya, iloji boricha bunaqa muftiylar ishdan olinib, bizga asl halol insonlar, bizga asl halol pok insonlar muftiy bo'lsin. Zora Alloh shunda jamiyatimizda yana barakotlarni qaytarib, biz oldinga intilamiz degan umiddaman. Sallallohu alayhi vasallam Muhammad va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kecha mana Shohjahon boribdilar bu kishining oldiga. Bundan oldin Halim Jo'rayevni ayoli borganlar, u Shohjahonning onalari jo'natgan 3-4 kishi advokatlar bilan kelishgan, nimalardir so'rashgan, yozib qo'l qo'yib bering deyishgan. Kecha Shohjahon kelib, o'g'lim emas deb bering va hokazo degan gaplar gapiribdi. Shunga qo'l qo'yib bering. Shohjahon Jo'rayev lekin hech qanday yomon narsa so'ramadi, u ham faqatgina aytdilar, siz nimadan chetga qolyapsiz? Faqatgina endi bu yerda Zulxumor Qodirova onasi bo'lib o'g'li bo'lyapti, siz umuman o'rtada yo'qsiz. Keyin ularning onalari ko'rinyapti faqatgina. Siz faqatgina shu ayting, qachon to'yingiz bo'lgan, qachon yashaganmisiz, yashamaganmisiz, shuni gapiring dedilar. Men to'g'ri gapni aytib berdim. Xuddi shu hozirgi gapni aytdim ularda ham. Mana 73-yil to'yimiz bo'lgan, nikohdan o'tganmiz, qonuniy zakisdan o'tganmiz va 88-yilga davr yashaganmiz. Qodirov haqida hech narsa deyishmadimi? Yo'q. Ey mo'minlar, agar sizlarga bir fosiq kimsa biron xabar keltirsa, sizlar haqiqiy ahvolni bilmagan holingizda biron qavmga musibat yetkazib qo'yib, qilgan ishlaringizga afsus, nadomat chekib qolmasliklaringiz uchun u fosiq olib kelgan xabarni tekshiringlar. Bir yuragidagi, qalbidagi muqaddasini tirnamaymiz biz. Biz onani sha'ni nimaligini tushunadigan yigit bo'lib katta bo'lganman-da men. Shunaqa tarbiya olganman men ko'chada. Shuning uchun men biron onasini sha'nini toptashdan juda ham qo'rqaman. Katta tishlab, indamay yeb o'tiraver. Tagi chiqib kelsa juda xunuk chiqadi. Hali kim bolasi olib chiqsa nima bo'ladi? Tinchgina nimaga yashamaydi? Kimmi? Sha'niga oyoq bosishdan oldin o'ylash kerak. Men juda qo'rqaman bunaqa masaladan.